O'zbekistonda qanchadan qancha odam Koreyaga kela olmasdan qiynalib yuribdi, lekin mana o'rtog'im Koreyaga pashti 7 yil oldin biz bilan bir xil kelgan. Koreyada o'qidi, o'zini sohasida ham ish topdi. Bir 100 ming dollarlik оборотli biznes ham qilib ko'rdilar-ya. Shunaqa bizneslarni ham qilib ko'rdi, lekin oxirida Koreyani butunlayga tashlab O'zbekistonga qaytib ketyapti. Shuning uchun hozir sababini so'raymiz. O'rta nimaga qaytib ketyapsiz hamma narsani tashlab? Sababi birinchi sabab maydarog'i men uchun muhim sabab bu yerda o'z davlatingizda his qilmaysiz. Endi bu ko'pchilik aniq-ku deyish mumkin, lekin kelganingizdan keyin baribir ham qaysidir moment siz moslashmoqchi bo'lasiz, kirishmoqchi bo'lasiz, lekin odamlar bilan salom alik, turishingiz boshqacha, baribir ham betiki bo'lmaysiz hech qachon. Shu narsani keyin har safar eslatib turishadi, shu ham ancha qiyinroq. Endi ikkinchi sabab Koreya ancha odamni menimcha aldab qo'yadi deb o'ylayman. Koreyada chunki yashash oson, как бы qanaqa ma'noda arbeitga borasiz, tam tekpe yoki misol uchun qanaqadir ish resaga nomiga kirib olsangiz, ishlab yurganingizda successga ketyapman deb o'ylashingiz mumkin, lekin sizni yo fiziki taraflaringiz deb yoki faqat tilni bilganlaringiz deb, endi bizning holatda shunaqa olishgan bo'lishadi. Karyerni aniq mutaxassis bo'lib o'smaysiz unchalik deb o'ylayman. Maqsad qanaqa bo'lsa Koreyaga kelish kerak, qanaqa bo'lsa kelmaslik kerak. Agar maqsad pul bo'lsa, pulni ishlash bo'lsa, uyni qurish, mashina olish, shunga o'xshash konkretniy checklistlaring bo'lsa, menimcha kelish kerak. Lekin o'qish bo'lsa yoki qanaqadir ambitsiyalaring bo'lsa, boshqacharoq, pulga unchalik bog'liq emas. Qiyin erishish, Koreya juda chalg'ituvchan, chalg'itib qo'yadi sizlarni. Odamni olovini o'chirib qo'yadi. Odamni olovini o'chirib qo'yadi, o'chirib qo'yadi. Chunki birinchi kelganimizda har xil qiziqishlarimiz bor edi. Qorni to'yib qoladi odamni deydi. Qorni to'yib qoladi. Komfort zonaga tushib. Komfort zonaga tushib qolib, to'q qoringa harakat qilmaysiz deb o'ylayman. O'shanga ketyapman. Endi afsuslanish mumkin, lekin ketib ko'rmoqchiman. Shunaqa o'shanga Koreyadan kelishdan oldin yaxshilab maqsadlaringni aniq qilib olinglar. Faqat kelgandan keyin ancha vaqt yo'qotib qo'yishlaring mumkin. Shuning uchun maqsadlaringni aniq qilib, keyin kelishlaringni maslahat beramiz.